Do'konlar chiroyli, sifatli, 10 marta ko'tarib tushgani kafolat beramiz. Ko'tarib tushgani 1000 kilometrgacha kafolat beramiz. Iloyim hamma do'kon olishda xohlayotgan, do'kon ochib xohlayotganlarga mana shunday chiroyli do'konlar nasib qilsin. Bu do'konning qulay tomoni qachondir ishlayotgan joyingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol ko'chirib ketishingiz mumkin. Shuning uchun buni nomini ko'chma do'kon deb ataganmiz. 2019-yildan beri 500 ga yaqin do'kon qilganmiz. O'zbekistonda juda ham ko'p joyga do'konlar qilganmiz. Ayniqsa Farg'ona vodiysini juda ham ko'p joyga, Samarqandni juda ham ko'p joyga ko'chma do'konlar qilib berganmiz. Do'konlarimiz chiroyli. Tushuntiradigan bo'lsam, qanday bo'ladi bu do'kon? Asosi shiveller, pasti, tepasi, stokalarga 8 li profillar ishlatamiz. Deformatsiya deyarli 0 ga teng, chunki do'konni ko'targanimizda bemalol 1000 kilometrgacha olib borish mumkin bo'ladi. 10 marta ko'tarib tushirganda hech narsa bo'lmaydi. Xudo xolasa hech narsa bo'lmagan. Chunki deformatsiya bunda kam. Oynalarimiz zakalka qilinadi. 1 li oyna qilinadi. Mana bu eshiklar kelsa 6 li qilinadi. 6 liga ham zakalka qilinadi. Baqvatlashadi. Zakalka qilinganda poltaxta qilamiz. Linoleum qilamiz. Poltaxtadan tagida penoplast qilamiz. Do'konning eng tagidan tunika qilamiz. Yomg'ir o'tish, suv o'tish, nam o'tish degan narsa yo'q. Utepletili 3 qavat qilinadi, steklovati. Tashqari tomondan to'liq o'raladi tomi, devori. Ichkariga penoplast qo'yamiz, tomi, devori poliga va devori bilan patologiyaga ichkari qismidan yana dekor plastdan oldin falga qilinadi. Bu degani yozda konditsioner yoqadigan bo'lsangiz, bemalol ichkarida salqinni ushlab turadi. Qishki kuniga esa ozmoz, kichkina kam tok tortadigan dukalardan, pechkalardan qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol ichkarida issiqlik, haroratni ushlab turadi. Do'konlarimiz elektromontajlari qilinadi, yon taraflari ham tunika bond qilinadi, orqa tomiriga shifrga o'xshagan material qo'yamiz, oddiy profnasil qo'yamiz. Qisqasi do'konlarimiz chiroyli. Narxlar masalasida raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar, chunki bugun narxni aytadigan bo'lsam, 1 yildan keyin yoki 5 yildan keyin narx o'zgarishi mumkin, tushunmovchilik bo'ladi. Shuning uchun qachon do'kon kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib, ma'lumotlar olishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qilish bepul va O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Faqat Farg'ona bilan Samarqand seximizdan tayyorlab, yo'l kira alohida kelishiladi. Yo'l kira to'langandan keyin do'kon istalgan joyga jo'natib yuboriladi. Videoga like bosib qo'yasizlar, bizni kuzatishda davom etinglar, chunki qachondir sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin, qidirib yurmaysizlar va do'konni videolarini saqlab qo'yinglar. Kerak bo'lganda qiynalib yurmaysizlar.